Koksartroz kasalligi. Bu qanday kasallik? Koksartroz kasalligi chanoq son bo'g'imning to'g'ay va suyak qamatini yallig'lanish hamda yemirilish kasalligi hisoblanadi. Koksartroz kasalligi asosan ikki tomonlama yoki bir tomonlama bo'lishi mumkin. Koksartroz kasalligini asosiy 4 xil turi mavjud bo'lib, birinchi turida idiopatik, ya'ni sababi noma'lum sabablarga ko'ra koksartrozning kelib chiqishi. Ikkinchi turida posttraumatik, nomidan kelib chiqqan holda travmadan keyin kelib chiqadigan koksartroz. Uchinchi turi avaskular koksartroz hisoblanadi, ya'ni chanoq son bo'g'imidagi qon tomir aylanishining buzilishi natijasida, ya'ni qon tomir bilan ta'minlanishining buzilishi natijasida. Endi 4-turida displastik koksartroz, bu chaqaloqlarda yoki tug'ilish jarayonida yoki tug'ilgandan keyingi bolalardagi son bo'g'imning boshchasini chiqib qolishi natijasida yoki yarim yoki to'liq chiqishi natijasida kelib chiqadigan koksartroz. Bunday bemorlarda uchraydigan asorat va belgilar quyidagilar bo'lishi mumkin. Ya'ni quymuq chov sohalaridagi og'riqlar, tizzalarning bukib yozishdagi og'riqlar, tortishishlar, o'tirib turishdagi qiyinchiliklar, oyoqlarni ko'tarish, tushirishdagi og'riqlar, ya'ni tinch holatdagi yotganda quymuq sohasida kuchli og'riqning chov sohasiga berilishi koksartroz kasalligini og'ir darajalariga o'tayotganda asosiy belgi hisoblanadi. Kasallangan bemorlarni tekshirish uchun rentgen yoki MRT tekshiruvlari kerak bo'ladi. Koksartroz bilan kasallangan bemorlarda kasallikning barcha turida birinchi, ikkinchi darajasida konservativ davo effektiv hisoblanadi. Lekin kasallikning 3-4 darajalarida bemorlardagi shikoyatlar hamda kasallikning belgilariga qarab operativ davo tavsiya etiladi. Agar sizni ham koksartroz bezovta qilayotgan bo'lsa, SMS klinikasiga keling va davo toping.